Assalomu alaykum qadrli Kuafning kuzatuvchilari. Bizda yangi loyiha 10 minutli tanaffus nomli ko'rsatuvimizning birinchi soni efirda. O'ylaymizki, umid qilamizki, bu oxirgi soni bo'lmaydi, chunki keyingi sonlarda sal chiroyliroq odamlarni olib chiqishga harakat qilamiz. Birinchi mehmonimiz bilan tanishib olamiz. Masofaviy ta'lim shaklida o'qiydigan Sherzodbek. Sherzodbek emas, Isobek. Nima farqi bor? Birov tanib o'tiribdim. Sherzodbek, nima uchun aynan Kuafni tanladingiz? Endi Qo'qon universitetini men yaxshi ko'raman. Qo'qon universitetini tanlashim ijtimoiy tarmoqlarda. Ijtimoiy tarmoq deganingizga, ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatayotganlar bo'lsa biladi, bizda masofaviy hamda sirtqi yo'nalishlarimizga qabullar davom etmoqda, lekin tugashiga oz fursat qoldi. Shoshilishingizni so'ragan bo'lardim. Chalg'imaymiz, nima deyotgandim? Nima uchun aynan Kuafni tanladingiz? Men imtihondan o'tdim, mana talaba bo'ldim. Imtihondan o'tdim deganingizga, imtihondan o'tgan inson talaba hisoblanmaydi. Imtihondan o'tgach, hujjatlaringizni olib kelib topshirishingiz kerak, ariza yozishingiz kerak. Ana undan keyin talabalarimiz soniga qo'shilishingiz mumkin. Chalg'imaymiz. Nima uchun aynan Kuafni tanladingiz? Endi kelajakda xudo xohlasa men uylanmoqchiman. Aytgancha bu jurnal esimdan chiqib qolibdi. Bizni universitetimizda bo'layotgan jarayonlarni yoritib boradigan jurnallarimiz mavjud, do'stlar. O'chir mikrofoningni. Choningga tegib ketdi. Qanaqa ko'rsatuv bu? O'zing savol berasan, o'zing javob berasan. Tur yo'qol. Men Vodiy bozoriga chiqaman, tushundingmi? Eng zo'r efirlar ashida bo'ladi. Yo'qol. Do'stlar, agar shu videomiz 5 millionta like yig'ib 15 millionta prosmotr bo'lsa, ikkinchi sonini olishimiz xavfi bor. Kommentariyalarda yozib qoldiringlar, keyingi mehmonimiz kim bo'lishini xohlagan bo'lardinglar.